shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yangi turdagi firibgarlik haqida ogohlantiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida yaratilgan soxta axborotlar keng tarqalmoqda. Bu safar jinoyatchilar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tayyorlangan yangilikni O'zbekiston 24 telekanali nomidan e'lon qilgan. Bir qarashda bu video oddiydek tuyuladi, biroq ushbu lavha ostidagi havola firibgarlarning to'ri. Siz ushbu havola orqali o'tsangiz go'yoki xalqaro kiberpolitsiya nomidan yuritilayotgan saytga o'tasiz. Vaholanki ushbu saytning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga hech qanday aloqasi yo'q. Agar ushbu havola orqali o'tsangiz, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz firibgarlar qo'liga o'tib ketadi. Hurmatli fuqarolar, esda tuting, hech qachon shubhali havolalarga kirmang, noma'lum saytlarda shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritmang. Hech kimga shaxsiy ma'lumotlar va SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini bermang. Faqat ishonchli manbalarga va rasmiy saytlarga ishoning.